Barchamizning hayotimizda muhim o'rin tutgan masalalardan biri bu banklar va ularning fuqarolarga ko'rsatayotgan xizmatlaridir. Har birimiz bankning kredit, karta, omonat va boshqa turli xil xizmatlaridan foydalanganmiz. Ammo savol tug'iladi. Hozirda fuqarolar uchun qaysi banklar eng ishonchli va qulay? Biz odamlar hozirda qaysi bankni tanlashyapti, qaysilaridan rozi va qaysilaridan norozi ekanligini bilishni istadik. Chunki moliyaviy savodxonlik va to'g'ri tanlov bu faqat shaxsiy emas, balki jamiyat taraqqiyoti uchun ham juda muhim hisoblanadi. Hozirda qaysi banklar xizmatlaridan foydalanyapsiz va aynan nima uchun shu bank xizmatlarini tanlagansiz? Kapital bank. Milliy bankdan, Trust bankdan, Anor bankdan ham foydalanganmiz. Infinity Bank. İpek banki bor kapital, ikko'siz hozir. Allianz bank. Kapital bank bilan Hamkor bank xizmatlaridan foydalanaman. Menga qulay bo'lgani uchun. Allianz. Tenge bank. Kapital bankdan shug'ullanamiz. Infinbank. Ipoteka bankidan foydalanyapmiz. Aziya Allianz bank xizmatidan foydalanyapmiz. Qaysi bankni O'zbekistonda eng ishonchli deb o'ylaysiz? Ya'ni qaysi bankni xizmat ko'rsatish darajasi qolganlarga nisbatan yuqori sizningcha? Bilmasam, lekin hech banklar bilan ishlamaganman. Hammasi qulay. Birortasi ishonchimizni suiiste'mol qilmadi. Lekin ko'proq menga yoqqani Milliy bank. НБУ, кстати, Янги банк тоже. Там хорошие проценты, и цифровой банк – это будущее все-таки. Hozircha kapitalda. Tezroqda ham nimasi arzonroq foizlari. Firmamiz bo'yicha. Milliy bank один из старейших банков, то есть один из первых банков, который открылся в Узбекистане. Men boshqasiga harakat ham qilmaganman, faqat shu kapitalda qolganmiz. Hamkor bankda. Mana shu Infinbank bo'lsa kerak. Takkak men o'tdaman. Ipoteka bankda odam ko'p bo'ladi. Odamlar shunga ishonadi, davlatniki bo'lgani uchun, to'lovlar, kommunal to'lovlar ham shunda qilinadi. Qaysi bank bilan salbiy tajribangiz bo'lgan? Hech qanaqa salbiy munosabatlar bo'lmagan bizda. Hammasi risoladagidek ketyapti. Ipoteka bank juda sekin ishlaydi. Любой filiali borsa sekin ishlaydi. Hammasidan kirgan paytimizda o'sha menejerlar tomonidan yaxshi ma'lumot berilgan va o'zimiz yo'limizni topib ketaverganmiz. Yo'q, Xudoga shukr bo'lmagan lekin. Bo'ladi, uni aytishmayapman, demoqchiman. Yo'q. Unaqa tajribalar Yo'q. Yo'q. Bo'lgan ipoteka bank bilan. Kredit olish jarayonida ozgina qiynalganman. Olmaganman keyin. Bizada yo'q. Yo'q.